Qovunchirib qo'ymasam bo'ldi ishqilib. Mehmonimiz Toshkent shahri tumanlarining yagona ayol hokimi Nilufar Allaberganova. Ayol kishining joni 40 ta deydi-ku. Почему не попробовать? Mana hozir qabul qilyapti deb hisoblayvering, nima qilish kerak? Ayol kishi 15 minut kamroq uxlasin, lekin har doim pardozi me'yorida joyida bo'lish kerak. Va nima uchun prokurorlik? Qotillik uchun qamagan odamni mana tosh turmadan yangi yilda plishchi shokolad olib kelgan. Futbolni poliyada ko'rdik, sizni podiumda ko'rdik, qurilishda ko'rdik. Jim bo'lib qoladi-yu, yozishadi. Jitellarimiz. Opa ko'rmay qollar, qattalar deyisharkan. Men aytaman-da quruvchiga, sen o'zingga qulay narsani qilmagan deyman. Sen xalqqa qulay narsani qil. Dushmanimni ham ravo ko'rmayman, farzandlarimni ko'rmasin. Hech kim. Men nohaqmanmi? Haqmanmi? Kechirim so'rayman. Mana nimaga ayol rahbarlar kerak bizga. Anaqa aytadi, egilgan boshni qilish kesmaydi deydi. Tuxumni korobkalaridan qilib. Mana shu tuxumni korobkasi ham izolyatsiya bo'lar ekanmi zvukovoy. Chumchuq so'ysa ham qassob so'ysin deydi-da. To'g'ri. Da, и прикольный chiqqan shu. Yarmini bunaqa tsvet, yarmini bunaqa tsvet qilib. Assalomu alaykum. Biz Sinchalik podkastning yangi sonini yozyapmiz. Bugungi mehmonimiz Toshkent shahri tumanlarining eng faol va jozibali va afsuski hozircha yagona ayol hokimi, Yakkasaroy tumani hokimi Nilufar Allaberganova. Nilufar opa, sizni studiyamizda ko'rganimizdan juda ham xursandmiz. Avvalambor hammaga assalomu alaykum. Mana shunaqa taklif qilganingiz uchun sizlarga katta rahmat. Vaqt ajratganingiz uchun rahmat. Bilaman, bugun juda ham ko'p ishlaringiz bor. O'zi umuman bugungi kun tartibingiz nimalardan iborat edi? Bugun ertalabdan Shatrustoveli ko'chasida ozgina nima qildim. Menimcha kechasi uxlamadingiz shu voqeani deb. Hozir men ham internetda ko'rdim shu Shatrustovelyidagi voqeani. Ha, o'shaning uchun ham ertalabdan kelib yana bitta ko'z yurg'izib chiqdim, demak, qatta o't-bo'ti buzilgan bo'lsa to'g'rilab qo'ying, chunki hamma ertalab shoshib ishga ketayotganda hali baribir bu aytganingizdek kechasi bezovta bo'lgan odamlar, bezovta qilgan odamlarni qarab qo'ydim. Birinchi qilgan ishim shu bo'ldi ertalabdan. Undan keyin kechasi demak bizda Bobur mahallasida asfalt yotqizish jarayoni boshlangan edi. Agar saytimizga a'zo bo'lsangiz, demak o'tga bordim, o'tdan chiqib. Nimaga deganingizda asfalt kechasi yotqizishdida endi baribir fuqarolarni ham asfalt yotqizadigan odam issiq asfalt bilan ishlaydi-da. Ular ham mana bu kun issiqda bechoralar issiq asfalt bilan qiynaladi. Ham keyin mashinalar yuradi, asfalt yotqizishda birmuncha qiyinchilik bo'ladi-da ustalarga ham. O'shaning uchun ular kechasi boshlovdi, baribir ulgurmabdi. Endi fuqarolarning ham tinchligi buziladi-da, baribir mashina ishlaydi, texnika ishlaydi. O'shanga borib ularni yana qayerdan bu taraf mashinaga ham xalaqit bermaydigan joyini kunduz kuni qilishdi-da. O'shani borib bir ko'rib, endi baribir bilasizku, zamechание bo'ladi. Endi ustalar ham o'ziga qulay sharoit qilib ketadi-ku, o'shanga borib bir ikkita joyda zamechание qilib podpravka qilib keldim. Mana bu yerda ham qarab qo'yinglar degan ma'noda. Undan keyin bizda yig'ilish bor edi, o'tga kirib chiqdim. Topshiriqlarni oldik. Nilufar opa, bu podkastimiz o'zi asosan stereotiplar haqida, har doim ayollarga xos stereotiplar haqida gaplashamiz. Boshqa faol ayollar bilan, rahbar ayollar bilan. Bizda haligacha ayol kishini o'rni uyda degan stereotip bor. Sizningcha ayol kishini o'rni qayerda? Bitta narsa aytaman-da, faqat endi qanaqa tushunsanglar. Ayol kishining joni 40 ta deydi-ku. O'shaning uchun ayol kishi uyda ham ulguradi, ro'zg'orda ham ulguradi, ishxonada ham ulguradi. Kelsa o'sha hali o'zini ustida ishlab, yana ham bilimini yoki o'zini hunarini kengaytiradi. Bekordan bekor yurtboshimizga yetmayaptilar. Ayollar o'qigan bo'lsa, demak uyida o'sha o'zini farzandini, o'zini bilimli farzand yetishtirishiga bu ham bir qanaqadir asqotadi. O'qisin hamma ayollar, oliy ma'lumotli bo'lsin deb bekordan bekor yurtboshimizda shunaqa demayaptilar deb o'ylayman men. Sizni asl kasbingiz prokurorlik o'qigansiz va ko'p yillar Yakkasaroy tumani prokurori bo'lib ham ishlagansiz.
ayol kishi prokurorlarda har doim tanlov bo'ladi adolat va mehr shafqat o'rtasida. Chunki baribir ayollar his tuyg'ularga, emotsiyalarga beriluvchan bo'ladi. Qaror qabul qilishda har doim bir tomon yuragi, bir tomon aqli bilan o'ylashga to'g'ri keladi. Siz hayotingiz davomida qachon shunaqa qarorlar qabul qilishda qiynalgan paytlaringiz bo'lganmi? Kasbingizni boshqa kasb tanlasam bo'lar ekan deb o'ylagan paytlaringiz bo'lganmi? Va nima uchun prokurorlik? Demak, men haqiqatda yuridiskini bitirganman. Yuridiskida o'qishimga asosiy sabab otamni bo'lganlar. Demak, bizani oilada 4 ta farzand bo'lsak, hammamiz yuridiskini tugatganmiz. Prokuraturaga kirishimga ham ukam sababchi bo'lgan desam ham to'g'riroq bo'ladi. Nimaga deganda, ukam boshqa joyga o'tgandan keyin ukam o'rniga men borib ish boshlaganman va 30 yil davomida haqiqatda prokuraturada ishladim. Endi yurtboshimiz tomonidan ishonib topshirilgan ekan hokimiyat. Почему не попробовать degan nima bo'ldi-da. Endi siz boya aytganingizdek qaror qabul qilishda to'g'ri. Qaror qabul qilish yoki mana endi prokuraturada baribir bir insonni qadrini nimasini taqdirini hal qilasiz endi. Odamzod bilib bilmay ham jinoyat qiladi-da. Lekin qonunni bilmaslik bu javobgarlikdan ozod qilish degani emas. O'shanda men har doim aytaman, o'zim shogirdlarimga ham shu gapni gapirardim, ya'ni meni ustozlarim ham menga gapirardi. Qonuniy qaror qabul qilishda qonunni o'ziga yarasha moddalari bor. Faqatgina ozgina odam qonun qo'yib o'tirib o'zini ustida ishlasa, o'shanda o'sha ayblanuvchiga ham, jabrlanuvchiga ham ma'qul tarafini tanlasa bo'ladi. Men qaysi bir yili agar ko'rganmisiz yo'qmi bilmadim, bitta intervyu bergan edim. Unda mana shu Yakkasaroy tumanida prokuror bo'lganimda muqaddam 3 martalab sudlangan odamga men ochiqda qoldirganman-da. Bo'lmasam uni qonun bo'yicha qamash kerak edi. O'shanda sud rais telefon qilgandilar-da, sudga jinoyatchini sudga chiqarganimizda rais telefon qiluvdilar-da, "Opa, nima buni ochiqda qoldirdingiz?" Keyin asl mazmunini endi baribir u jinoyatchida hammasi jamlangan. Men shunaqa deb aytganimdan keyin mumkin emas-ku dedi. Undan keyin men aytdim, jinoyat kodeksida 57-modda bilan 72-modda bor. Ishlatishni bilish kerak. Mana shunaqa joyda ishlatmasak, unda u moddani nima keragi bor? Keyin qilgan jinoyati onasi uchun qilgan-ku. Onaga qilmoqchi bo'lgan-ku. O'shaning uchun shu narsaga e'tibor beringlar dedim. Yo'q, sud raisi ham, o'sha mazmunan jinoyatchini ko'rayotgan sudya ham opa to'g'ri aytibdilar degan fikrda bo'lib, haqiqatda shu bola ochiqda qolib, o'sha onasining yonida dastyor bo'lib qoldi-da. Zo'r. Nima deb o'ylaysiz? Davlat tizimida mana shunaqa ayol kadrlarni ko'payishi qanchalik kerak, qanchalik muhim? Siz hamkasblaringiz ham mana kundan kunga ko'payib borishyapti. Qanchalik kerak ayollarning o'rni davlat tizimida, ayniqsa rahbar ayollarni? Endi mana yurtboshimizda ayollarni aynan rukovodящий должность, rahbarlik lavozimlariga bekordan bekor qo'ymayaptilar deb o'ylayman. Bu ham bir katta bir ishonchda. Men o'ylaymanki, ayol kishi biror qaror qabul qilayotganda 10 marta o'lchab, 1 marta kessa kerak deb o'ylayman. Va men endi qanaqa qilib tushuntirsam ekan, men prokurorligimdan hokimlik endi hozir siz aytdingiz-ku, ma'lumotingizga umuman to'g'ri kelmaydi, ishlagan ishingizga umuman boshqa narsa deb. Haqiqatda to'g'ri. Lekin nimaga aynan sizni Yakkasaroy tumaniga hokim qilib tayinladilar deb o'ylaysiz? Voy, bilmadim. Rostini aytsam, men o'zim ham shokda edim. Men oxirigacha ishonmadim hokim bo'lishimga. Bitta narsa aytaman-da, mayli balkim yozib oladigan bo'lsangiz ham, не для протокола deydi-ku. Shunaqa
Narbayeva Tanzila Kamalni olib kelib tanishtirdilar shahar hokimimiz Shavkat Buranish bilan birgada. Keyin o'tdan chiqdikda endi Anvar Nazarovich Mirobodga o'tdilar-ku. Men aytdim, hamma yig'ilganda endi oldin bu yerda prokuror bo'lganimda ham bu rayonda men qanaqadir endi yoshim kattaroq edi ularning ichida eng kattasi, eng qarisi o'zim aytsam bo'ladi. Va ularni aytdim, "Davay hammamiz yig'ilganimizda borib ularni ham tabriklab kelaylik" dedim. Bir kunmi, 2 kun oldin ularni назначение qilishuvdi. Keyin hammamiz mashinaga o'tirdik, bordikda, keyin o'sha yerga borganda SGPning boshlig'i opa, onangizlarga aytdingizmi hokim bo'lganingizni dedi. Biz men уже Mirobod hokimiyatidaman-da. Keyin mundoq qaradim-da. Men hokim bo'ldimmi? Aytmabman-ku dedim-da endi. Keyin shuna telefon qilib opamlarga, "Opa, men hokim bo'ldim" desam, "Deyman" desam, shuna telefonni qilsam, onam mundoq qarab, "Bolam internetni yorording-ku" dedilar. Keyin aytdim, "Voy, men onam internetda o'tirar ekanlar" dedim. Mana shunaqa nima qildim-da. Nilufar opa har doim masalan hokimlardan intervyu olganimizda hokim bo'lishni qiyin tomonlarini gapirib berishadi. Men sizdan aksincha hokim bo'lishni yaxshi tomonlarini so'ramoqchiman. Sizni hayotingizda nima yaxshiliklar bo'ldi? Umuman o'zingiz uchun qanchalik o'zingizdan minnatdor bo'lib, o'zingizni masalan qanchalik xursand bo'ldingiz shu lavozimda? Yaxshi va yomon tomonlarini aytib bersangiz xursand bo'lardim. Qarang, men yurtboshimizga bir davlat mukofotini olganimda mahallalarda tashkil qilingan 5lik bo'yicha gapirgan edim-da. O'shanda aytgan edim. Har bitta oilaga kirib, bitta hamta oilani hojatini chiqarganingda odam qushdek yengil bo'lib chiqadi-da. Mana endi hokimiyatga o'tganimdan keyin oldingidan ham ko'proq xalq bilan muloqot qilishga to'g'ri keladi. Mana bir xilda aytishadi, ko'chada ketayotganimda ko'proq yayov yuraman-da. Sizni qabulingizga qachon kirsak bo'ladi dedim. Mana hozir qabul qilyapti deb hisoblayvering, nima qilish kerak deyman-da. Keyin o'zimizning bolalarga ham aytaman, esimdan chiqib qolsa endi ob'yom katta-yu, ish bari ko'p, esimdan chiqib qolmasin. Esimdan chiqmaydi, lekin men o'zim ham eslatib turaman. O'sha payt esimdan chiqib qolishi mumkin-da. Keyin men aytaman, eslatib yuboringlar deyman, mana shu odamga mana shunaqa yordam berdi, men borib ko'raman yoki masalan o'sha joyni borib ko'raman. Bugun ertalab mana hozir yana esimga tushib qoldi. O'sha asfaltga borganda bitta ayol 2 kun oldin, 3 kun oldin murojaat qiluvdilar-da, meni ana nima deydi, ziloniy kustlari tarvaqaylab o'sib ketganda, asfalt qilish jarayonida uni kesib tashlashgan ekan. Menga shu yerga boshqa ekib bering. Endi eskirib ham ketgan, uni nima deydi, qarib ketgan deydimi? Juda oldin ekilgan ekan. Keyin ekib beringlar dedilar. Keyin men o'sha yerda o'zida bitta nimaga o'sha quruvchi kesgan odamga aytdim, iltimos men nomimdan ekib bering. Bugun boya borganimda ertalab asfalt kun o'sha ekkan gulni ko'rdim deb men aytdim, "Ha, bu izgirt ekib berganda betudi, sen gul ekib beribsan-ku" desam, xolani o'zi tanlagan narsalarini aytgan joylariga ekib berdim. Endi yig'ilishimiz bo'lgan sababli xolani chaqira olmadim-da endi. Chaqirib ko'yingizdagidek bo'ldim deb so'ra olmadim, lekin shunaqa deb aytishdi. Men hali bari yana o'sha yoqqa borganimda albatta kirib chiqaman. Men aytmoqchimanki, hokimlikda ko'proq odamlar ko'proq muloqot qilib, ko'proq yordam tegishini tushunib yetdim. Sizni har doim bir kuni stadionda, bir kuni qurilish maydonida, boshqa kuni odamlar bilan muloqotda ko'ramiz. Siz qanchalik nimadan energiya olasiz o'zi? Nima sizga motivatsiya beradi har kuni ertalab uyg'onib ishga borishingizga? Rostini aytsam, har doim shu gapni aytaman-da. Men shu o'zi Yunusobod tumanida turaman-da. Yakkasaroydan chiqib ketsam, uyimdan chiqib ketgandek bo'laman. Ertalab turib tezroq Yakkasaroy tuman chegarasidan o'tib olay deyman-da, xuddi uyimga, hovlimga kirib kelgandek bo'laman. Balkim bu noto'g'ridir. Lekin bilmayman, odamda shunaqa bo'lsa kerak. Bu ham bir narsa deb hisoblayman, odam o'zini ishini yaxshi ko'rish kerak. Yaxshi ko'rganda o'shanda nima deydi, o'rslar aytadi-yu, по полной программе выложиться qilib ishlaysiz-da. O'shaning uchun men shunaqa deb hisoblayman. Oldin otam bilan onamning duosi menga kuch berar edi.
hozir ularni ruhlari qo'llab-quvvatlagani bo'lsa kerak. Va keyin eng katta motivatsiyani hozir noto'g'ri bo'lmasa ham aytaman, men noto'g'ri bo'lmasa kerak deb o'ylayman. Yurtboshimizni agar siz e'tibor bergan bo'lsangiz, har hafta bir joyga chiqib keladilar-da, qayergadir boradilar, har kuni kim bilandir uchrashadilar. Shundoq pastagan energiya dedilar-da. Buni ham o'zi menga bir katta motivatsiya beradi. Men saytlarda azoman qarab boraman-da. Lekin ko'p narsani shulardan o'rganamatsam, menimcha noto'g'ri bo'lmaydi. Zo'r. Ayol rahbar bo'lish har doim katta bosim bilan yurish degani. Bir tomonda yelkangizni bir tomonida oila, turmush bo'lsa, ikkinchi tomonida o'sha yaxshi o'zingizni ishlayotgan tashkilotingizda yaxshi rahbar bo'lish. Har doim ayol rahbarlarni toj turmagidan tortib, yurish turishi, kiyinish uslubigacha har doim muhokamalarda bo'ladi. Bizda ba'zida haligacha ham bor, ayol rahbarlarni jiddiy qabul qilishmaydi. Xarakteriga chidashmaydi, darrov muhokamalarga sabab qilishadi. Sizni shunaqa vaziyatlarga munosabatingiz qanaqa? Rostini aytaman, men hokimiyatda, shu tuman hokimiyatda eng yosh kattasiman-da endi. Yosh bo'yicha qarasangiz. Ishxonaga kelganimda har bitta bolaga o'zim bolamga qaragandek qarayman. Prokuraturada ham shunaqa edi. Mana shu Yakkasaroy tumanida eng yosh kattasi o'zim edim-da. Ular onasiga qaragandek qarayermidi deyman. Qanaqadir aytganimni qilishar edi. Endi soch turmagi boshqa. Endi ayol kishi ozgina ayol kishi bo'lgandan keyin bari ayol kishi o'ziga qarab yurish kerak. Onamlar har doim aytadi, ayol kishi 15 minut kamroq uxlasin, lekin har doim pardozi me'yorida joyida bo'lish kerak derdilar. Endi shu aytganlariga prislушиваться qilamiz. Quloq solgandek yarim soat oldinroq turib, soch turmagi bormi, boshqasi bormi, hammasini qilishga harakat qilamiz. Boya aytdim-ku, ayol kishining joni 40 ta bo'ladi. Ozgina uyqudan qolsa hech narsa bo'lmaydi. Ayol kishining joni 40 ta bo'lgandan keyin ro'zg'ori ham, oilani ham eplaydi. Men endi bolalarimdan qutulganman, nevaralarim katta. Bunaqaligi aytadi, yig'layotgan bolam yo'q degan. Sizni hech kim nevarasi bor, buvijon demaydi. Sizni hamma mendan yoshingni so'raydi, men bilmayman yoshlarini deyman. Juda yosh ko'rinadilar. Juda yosh ko'rinadilar. Doim go'zal bo'lib, ozg'in bo'lib, chiroyli bo'lib yuradilar. Go'zalliklarini siri nimada deb so'rashgan muxlislaringiz. Rostini aytsam, meni onam ham, otam ham nihoyatda chiroyli inson bo'lishganda. Bitta narsa aytsam, yozolmanglar faqat. Xo'p. Zavoddan o'zi bitta chiqaman deysiz. Onam bilan otam nihoyatda chiroyli, statni erkak, statni ayol bo'lishgan. Endi odamlar butun umr domla bo'lganlar-da. Har doim ertalab oddiy kuni tursalar ham soqallarini olib, undan keyin choy ichishga o'tirardilar. Oddiy kuni ham-da, misol oddiy kuni erkaklar ko'pi dam olsin deydi. Yo'q, men adam shunaqa har doim galstukda yurardi. Endi domla bo'lganlariga bo'lsa kerak-da, kostyum shum galstukda. Endi aytadi-yu, qush inida ko'rgani qiladi deydi-yu, o'shaning uchun bo'lsa kerak. Endi odamlarning shunaqa qilib yurishlariga kim sababchi? Onam. Demak, onam oq taraf hali rubashkalarni ham vaqtida dazmollab qo'ygandan keyin menimcha shu yuqqan bo'lsa kerak-da endi. Ayollar sizga murojaatga kelishganida sizga baribir rahbardan ham ko'ra shu dugona sifatida murojaat qilishadi. Siz ayol kishisiz-ku, meni tushunasiz-ku deyishadi. Shunaqa deyishadi. Qanaqa masalan eng ko'p qaysi masalalar bilan murojaat qilishadi sizga ko'proq? Yakkasaroydagi ayollar. Har xil murojaat qilishadi, lekin bitta narsani aytaman, hammaga yordam bergim kelaveradi-da. Hammaga yordam bergim kelaveradi. Qani endi qo'limda bo'lsa, haligi umuman imkoniyati yo'q narsani ham qilib bergan bo'lardim. Lekin baribir onam ham otam ham har doim aytardilar, senga murojaat qilgan odam sendan norozi bo'lib ketmasin derdilar. Nimadir qilib berishga harakat qilamanki, shu odam norozi bo'lib ketmagan hali. Yana bitta endi hozir aytish joizmi yo'qmi? Qamagan odamim ham norozi bo'lib ketmagan demoqchiman-da. Shu qamagan odamim ham
rahmat deb ketganda menga bilmadim, balki men noto'g'ri aytayotgandirman. Ishonsangiz, qaysi bir nimada qotillik uchun qamagan odamim menga Toshturmadan Yangi yilda plishni shokolad olib kelgan. Toshturmadan sotib olganda olib kelganda, o'shandachi men shu odamni o'ziga kofe qilib ichirganmanda, o'sha shokoladni bo'lib qo'yganmanda, u menga qarab turibdi. U o'yladiki, men u shokoladni yemaydi deb o'yladi. Tushunasizmi? Что men nima deydi, tortinasiz deb. Yo'q, brezgit qiladi degan ma'noda. Men nabarot o'zim yedimda, isho unga kofe qilib bersam, u shunaqa boshqacha bo'ldi-da. Bo'lmasam qotillik jinoyat uchun qamagan odam shokolad olib kelgan va bilmayman, ishtimda qolganda shu qanaqadir ko'p bo'lgan shunaqa. Endi mana boya aytdim-ku sizga, onasi uchun o'g'irlik qilganini ham ochiqda qoldirgan. Keyin yana bitta narsa hech esimdan chiqmaydi. Suhbatga ayol kishini olib kelishdi, firibgarlik jinoyati bo'yicha. Endi xabaringiz bor o'zingizni, firibgarlik jinoyati bu yetkazilgan zarar qoplanmagan bo'lsa, uni ochiqda qoldirib bo'lmaydi. Keyin vaqt beramiz dedim. Otasini chaqiringlar, otasiga aytamiz dedim. Yo'q, otasi chaqirdik. Siz dedim, birovga bir narsa beraman deb o'ylamang dedim. Men dedim, lavzli odamman dedim. Mana shu yetkazilgan zararni jabrlanuvchiga qaytarayin dedim. Mana shu yerda 1 soat vaqt berasiz menga, 1 soat ichida qiz ichib ketadi dedim. Shunaqa desam, endi ishonmagandek bo'ldi-da shunda. Keyin o'sha qizini o'zini mashinasini sotibdi-da, to'labdi. Keyin men aytdim, to'xta dedim, kimga beribdi pulni dedim. Endi firibgarlik jinoyati, jinoyatchilar ichida bo'lganingizdan keyin ham mana har xil anaqa bo'ladi-da. Jabrlanuvchini chaqiringlar dedim, haqiqatda olibdim ekan dedim-da. Depozitga qo'ydim-da. Bu qo'liga bergan ekan-da, jabrlanuvchini. Men aytdim, jabrlanuvchini chaqiringlar dedim. Tergovchilar ham opay qo'ymaysiz. Men aytdim, chaqir, haqiqatda oldim ekan, bilaylik, haqiqatdan bilaman dedim. Keyin keldi, yo'q, oldik, tilxat yozib berdik, rozimiz dedi. Qizni olib keldim. Shuni chiqarib, bo'lmana deb pechat bosib chiqarib yubordik. Biroqdan u qiz yugurib kelyapti-da, shundoq. Hali tergovchilar shokda, nimaga endi prokuror ustiga yugurib kelyapti. Jinoyatchi. Shuni oldiga chiqib, to'xta, to'sma dedim-da. Shundoq kelib quchoqlab oldi deman. Yig'lab yuboryapti-da, ishonmayapti-da. Qanaqasiga siz shunaqa qattiq qo'ysiz, chiqarib yuborasiz. Nima deganingiz dedim. Qonun bo'yicha ishlayman. Baribir javobgar bo'lasiz, lekin siz ota-onangizni oldida bo'lasiz hozir, farzandlaringiz oldida bo'lasiz. Qonunan mumkin bu. Desam keyin yo'q, xursand bo'lib chiqib ketdi. Har doim mana shunaqa ayollar bilan bog'liq ishlarni ko'rayotganingizda nimani o'ylaysiz? O'sha bir achinish hissi bo'lsa kerak, shu dugonam, shu meni singlim-ku, onam tengi ayol ekan degan fikrlar bo'lsa kerak har safar ayollar bilan bog'liq. Har safar endi qanaqa desam, gaplashib bo'lganimdan keyin, men rostini aytaman, kuni bilan odam nima bilan yuradi-ku endi, har xil vaziyat bo'ladi. Yo'q, bosimda emas, endi ish ko'p, u murojaat qiladi, fikringiz bari bo'linadi. Lekin uyga ketayotganimda o'ylab ketaman-da, bugun nima qildim ekan? Har kuni ertalab chiqayotganimda hech bo'lmasa bitta odamni duosini olsam yoki bitta odamni hojatini chiqarsam deb chiqaman-da. Ilgari prokuror paytimdan shunaqa edi. Qaytayotganimda bugun nima ish qildim ekan? Kimgadir hech bo'lmasa foydam tegdimi ekan deb boraman-da. Men aytmoqchimanki, aytadi-yu yosh kattalar, oltinoma duo olgin deydi-ku, o'sha duo olsam deyman. Bilmadim, balkim bu ham tarbiyadan bog'liq bo'lsa kerak deb o'ylayman. Lekin har doim bilmadim, saytda ham balkim bordir, balkim yo'qdir, fuqarolardan ham so'rasangiz, rozi bo'linglar deyman-da. Rozi bo'linglar. Mana shu keyin tadbirlar o'tkazganda ham mehnatingizga rozi bo'linglar deyman. Chunki hamma meni qilayotgan harakatimdan ular 10 karra harakat qilishga harakat qilishadi-da. Mana nima deydi, выкладываются на все 100 deydi-ku. O'shanaqa bo'lishga harakat qilishadi. Amani o'shalarni xodimlarni mana shunaqa qilayotganidan men juda nima qilaman. Еще battar ham xursand bo'laman, motivatsiya olaman.
mana hozir aytyapsiz futbolni polda boyayapsiz u futbolni polda ko'rdik, sizni podiumda ko'rdik, qurilishda ko'rdik. Men o'ylayman, doimo shunaqa qiziqarli kontent bo'ladi Yakkasaroy hokimiyatini Instagramida. Baba ayol kishi rahbar bo'lsa yaxshi-da, mana shunaqa narsalarga ko'ngli ochiq bo'ladi, kayfiyat har doim yaxshi bo'ladi. Har doim yangi takliflarga, kreativ ideyalarga xo'p deydi va ayol hokimlar deb har doim hamkasblarimizga aytib o'tiramiz. Masalan, umuman boshqa hokimga aytsak, men kerakmi, menga endi bir kami shu trendlarda chiqib qoluvdi deyshadi. Lekin buni ham masalan o'zini o'rni bor. Bekorga ijtimoiy tarmoqlar hozir faol emas, bekorga butun dunyo rahbarlari ijtimoiy Instagramda masalan trendlarda trend videolar olib qo'yishmayapti. Bunaqa PR ham kerak o'z o'rnida. Qarang-da, taklifni men ularga beraman. Ular charchab qoladi men bilan yurib. Keyin men nobodda bir kun o't-bo'tda bo'lib qolsam, jim bo'lib qoladi-yu, yozishadi jitellarimizni. Opa ko'rmay qoldilar, qattalar deyisharkan. Keyin men aytaman, nimaga yozishyapti? Mana hozir bitta narsa yaqinda ana to'g'ri, har bitta negativdan ham men o'zimga nimadir olaman-da, baribir. Matbuot kotibimdan har doim so'rayman-da. Nima yozishyapti fuqarolar deyman-da. Ko'rmay qolsam, ko'rmay qoldi, qatta hokim deb yozishadi. Keyin negativ ham yozishadi endi. Men o'sha negativdan o'zim uchun xulosa qilaman. Yaqinda agar e'tibor bergan bo'lsangiz, mana shu Damas'dan kattaroqmi mashina turgan ekan. Rostini aytaman, men skorsli mashina haydab o'rganganman-da endi yosh paytimdan. Adam Volgalar bo'lardi yosh paytimda. Volgani olib qochib ketardim, qo'rqmagan ekanman shu paytda. Keyin aytdim, tushdim mashina shuni haydayman. Bo'ladi-ku odamda mana ichida bo'ladi. Qanaqadir haydagingiz keladi yoki o'sha ishni qilgingiz keladi. Qilgim keladi-da. Keyin shartta mashina o'tirdim, haydadim. Anular meni skorsli manaqa katta mashina hayda olmaydi deb o'yladi endi. Qarab turishibdi. Endi matbuot kotibim yozib olgan ekan. Lekin anaqaga o'zi reysga hammasini orqasiga simpimlari bilan olib bordim, o'zim haydab. Bu anaqa pamtimda kruk emas, u haydab bordim men mashinani. Haydab bordim. Shunda ham endi qanaqa bu tipi как это degan ma'nodan o'rislar yozgan endi. Yo'q, men xafa ham bo'laman bir xildaki, yozsin, zato men qo'ynim taskin topdi. Tushunasizmi? Men xohladim o'shani haydash. Men deyman, qilishim kerak shuni. Men aytaman, mana shu bitta gruzovoyga o'xshagan narsani haydab, shuncha negativ oldim-da. Lekin formulada gonchik haydab hech kim hech narsa demadi. Men aytaman, gruzovoy haydasang shuncha anaqa, formulada polniy kaskalar kiyib, shlemlar kiyib haydaganimda hech kim hech narsa demadi. Demak, hokimlarga u mumkin ekan, formulada gonkada haydashda, men bu stroykada bunaqa mashina haydash mumkin emas ekan dedim. O'zim uchun bundan ham xulosa qilib oldim. Mana bittasi yaqinda-da qurilishga bordim-da, sxemasi bo'yicha. Endi bitta narsada qurilishda tepasida turmasangiz, quruvchi, endi men bilmadim, men shunaqa deb hisoblayman. Mana uyingizda ham remont qilasiz-ku. Quruvchi remont qilayotgan odam o'ziga qulay narsani qilib ketadi. Men aytaman-da quruvchiga, sen o'zingga qulay narsani qilmagin deyman. Sen xalqqa qulay narsani qil. Keyin xalqdan tashqari mana bog'chani quryapmiz. O'zingga qulay narsani o'ylamagin. Bu yerda mana shu tashkilotni egasiga qulay narsa qilgin, chunki u shu narsadan foydalanadi. U biladi qayerga qanaqa rang qilishi yoki qayerdan yo'lak qilishi, qayerdan spust qilishi, undan so'ragin deyman. Keyin loyihachi kelgandan keyin ham chizgandan keyin men har doim aytaman-da, bog'chapa yoki o'sha maktab yoki o'sha ijtimoiy obyektlar ke deb so'rayman-da. O'sha mana shunaqa qilmoqchi, mana shunaqa qilyapmiz yoki o'zidan so'rab olaman. Nima qilish kerak? Mana open byudjetda yutdingiz. Nima qilmoqchisiz shu pul yutyapsiz? Mana nima qilmoqchisiz? Mana shu narsani qilmoqchiman deydi. Keyin men aytaman, keling buni keyingi safar o'ynaydi. Mana shu yaxlit pulni fasadga qilaylik. Bitta joy yaxlit bo'lib olsin, chiroyli bo'lib. U pulni ozginasini bu yoqqa, ozginasini bu yoqqa qilganingiz bilan ish bitmaydi. Ish bitmaydi. U qilgan ish ko'zga ham ko'rinmaydi. Yaxlit bitta narsani chiqarib olaylik. Keyingi safar men yordam beraman, keyingisini qilasiz deyman-da. Keyin rang tanlashadi, keyin men aytaman, shunaqa chiroyli rang tanlangki, ali nima deydi,
birinchidan bino eski bo'lsa bug'ib qo'ymasin binoni, vid bo'lsin, keyin kenglik bo'lsin. Temniy narsa bari endi kichkina ko'rsatadi-yu, kenglikni yaxshi ko'raman-da men. Kenglik bo'lsin, yorug' bo'lsin, chiroyli bo'lsin deyveraman-da. Keyin pulimiz yetmaydi deydi. Undan ko'ra biz o'sha bir so'mni masjidga sarflaylik. Nima kerak bo'dki 50 tiyinni sarflab, keyin masjidga yaxlit sarflaylik. Keyingi safar uni qilamiz deyman. Yo'q, mana shu tashkilot rahbarlari ham xo'p deydi. Endi men hozir aytmoqchimanki, mana shunaqa qilib borib proyektini ko'rsatyapti endi proyektirovchi loyihachi loyihasini chizgan. O'shani ko'rib olsam negativga yozganda, что она разбирается в чертежах. Если бы я бы в чертежах не разбиралась бы, наверное, президент меня бы хакимом не сделал бы deyman-da. Mayli, hayot разбираться qildirishga majbur qiladi. Mayli, meni bilimim yoki meni образованием arxitektor master, lekin hayot majbur qiladi shu narsani o'rganishga. Mana shunaqa nima qildim-da, keyin bu negativda bitta xafa bo'ldim, keyin aytdim, mayli o'zi hokim bo'lganda u ham разбираться qilib qolardi. Mana senga dedim-da, keyingi obyektiv bordim-da. Och kartina dedim, bolam mana nima bitta ko'ray dedim, qayerda nima qolsasan, yo'q, keyin aytdim, yo'q, zinani mana bitta qilsak, menimcha to'g'ri bo'ladi. Keyin zinani tepasiga mana bundogina kazirok qilib qo'yganda, men aytaman, yomg'ir urib yog'sa u jonivor bundoq zina o'zi plitkali bo'lsa, sirpanishi borsa, bundoq bag'ri kengroq qilib qilaylik, bundoq shamolda yomg'ir yog'sa, boshqa bo'lsa, yomg'ir ham danam qordan ham ozgina saqlaydi o'sha zinani. Odam ham sirpanib ketmaydi, qulay bo'ladi. Perilo qo'yish kerak, yosh katta odam ushab chiqadi, sen opa nima ularni qilasiz? Qilaman. Shu ham muhim. Shu keyin quruvchiga aytaman, maktab qurib olsam, bog'cha qurib olsam, o'zingdan ham minasa qilib bergin deyman. Savob bo'ladi. Savob bo'ladi deyman. Nima deyman endi? Bilasizmi, ko'pchilik aytadi, agar tizimda ayol rahbarlar ko'p bo'lsa, byurokratiya ham, korrupsiya ham kamayadi deyshadi. Sizni shunga fikringiz qanaqa? Men o'ylaymanki, rahbardan ko'p narsa bog'liq. Ayol erkak bo'lishidan qat'iy nazar. Ayol bo'ladimi, erkak bo'ladimi, odamni o'zidan bog'liq. Aytayotganingizdek, byurokratiya, qog'ozbozlik undan emas. Menimcha tarbiyadan bog'liq bo'lsa kerak deb o'ylayman. Rahbari vijdonidan, tarbiyadan deb o'ylayman. Vijdonidan, tarbiyadan. O'zi nima deb o'ylaysiz? Farzand tarbiyasida hozir odamlar ahamiyat bermayotgan. Farzand tarbiyasidagi eng muhim narsa nima? Nevaralaringiz bor ekan buni. Yoshlar bilan ko'p ishlaysiz. Eng muhim narsa nima farzand tarbiyasida? Bitta narsani aytaman, men prokuraturada ishlab rostini aytish kerak. Endi buni ham tan olish ham bir mardlik hisoblanadi. Bolalarimga kichkina paytda yetarli darajada, men xohlagan darajada e'tibor bera olmaganman, vaqt ajrata olmaganman. Endi o'sha paytda ish bo'lgan boshqa, lekin Xudoga behisob shukr deyman, shu paytda ota-onam meni ko'p qo'llab-quvvatlashgan. Demak, meni farzandlarimni tarbiyasi bilan ota-onam shug'ullangan desam, to'g'ri bo'ladi. Men ularga rahmat aytaman. Qizimga sovchi kelganda ham buvini qo'lida o'sgan ekan deb. Sovchi kelsa qani? Zo'r kompliment qizlar uchun buvini qo'lida o'sgan. Buvini qo'lida o'sgan deyish, hali sovchisi ham ko'p bo'ladi deydimi? Shunaqa bo'lganda. Shuning uchun menimcha tarbiyadan anaqadan ko'p. Endi meni hayotimda afsuslangan joyim shu bolalarimga vaqt yetarli, men xohlagan vaqtda ajrata olmaganman. Nevaralaringizgachi hozir vaqt ajratyapsizmi? Rostini aytsam, ularga ham kamroq vaqt ajrataman, lekin bitta narsani aytaman. Kechagida otiq kuni ham endi o'tgan hafta keldik, opa bormay qo'ya qolaylik dedim, aytdim, hech bo'lmasa 1 soatga olib kelib meni настроениялаrimni olib kelib deyman-da. Keyin olib kelib rostini aytsam, uyni portlatib ketishdi. Tushunarli. Ular ketgandan keyin faqat yig'ishtirish kerak, nimanidir sindirishadi, hamma toshlarni ana men toshlardan ozgina qo'ligimda nimalar qilib qo'yaman deb o'zim qilaman. Naqshlar. Qachon vaqt topasiz deyshadi. Rostini aytsam, mali
kasallik bo'lsa kerak, uyqusizlik kasbiy kasallik bo'lsa kerak deb u prokuraturadan qolgan bo'lsa kerak. Kechqurun delalarni o'qiganingizda jinoyat ishlarini nima deydi, aqliy ishlaysizda, o'sha qolib ketganda o'shani hisobidan kechasi yaxshi uxlay olmayman-da. 2 soat, 3 soat ham yetadi de men uchun. Shu uydagi bu narsalarni qilaman, borsam, nevaram qilib qo'ygan hamma chiroyli narsamni ag'darib ketibdi. Endi 3 kundan beri to'g'irlayapman, kan sekin-sekin hali to'g'irlab olmadim. O'zi men shu savolni ham bermoqchi edim. Qanchalik tez-tez uy ishlari bilan mashg'ul bo'lasiz? Vaqtingiz bo'ladimi? Kim shug'ullanadi siz uyingizda uy ishlari bilan demoqchi edim. Yordamchingiz bo'ladimi? Qanaqa? Yo'q, yordamchim yo'q. Rostini aytaman. Shanba oldin kuni o'zingiz? O'zi prokuraturada paytda ham, hokimiyatda ham endi shanba kuni sal ertaroq borishga harakat qilamiz. Oldin kuni ekstreniy holat bo'lmasa chiqmaslikka harakat qilaman. Lekin baribir ishxonaga kelib ketaman. Nima bo'lganda ham prokuraturada ham, hokimiyatda ham shunaqa edi. Endi boya aytdim-ku, endi odamda har xil vaziyat bo'ladi. Uyqusizlikda ko'proq uydagi ishlarni ko'proq qilaman. Men ishdan misol hafta orasida ham mana kecha ham kech borgan bo'lsam ham soat 2 da ham hali uxlamagan edim. Endi baribir uydagi ishlaringizni saramjonlab joy-joyiga qo'ymagunicha odam qo'nib, spokойно uxlamaydi-da, tinchlanib. Mana shu yerda mana shu narsam qolib ketdi yoki o'sha yerda yig'ib qo'ysam, bu ham bir tarbiyadan bog'liq bo'lsa kerak, o'sha joy toza bo'lishi kerak-da. Shu qo'ygan bitta narsam qiyshayib turgan bo'lsa ham shunichi tepib turib borib to'g'irlab qo'yib keyin borib yotaman-da. Anaqadir perfeksionist ekansiz. Shunaqa bo'lsa kerak. O'sha bir xilda o'zimga o'zim aytaman, shu kerakmi deyman, lekin kerak. O'zi Telegramda ham bitta yozishibdi. Kechalari uxlaydilarmi o'zi? Kecha soat 3 da ham Bobur ko'chasida yuruvdilarni kuni ko'rdim. Uxlaydilarmi o'zi hokim opa deb yozishibdi. Shunaqa deb. Yo'q, aytayman, shu oldingi kasb kasallik bo'lsa kerak, shu uyqusizlik ham hayotda har xil past-baland bo'ladi endi. Hamma oilada shunaqa past-baland bor. Hamma narsa idealniy, oppoqqina bo'lmaydi. Qora chiziq, oq chiziqdan iborat bo'lganda shu uyqusizlik kasalligiga duch kelgan bo'lsam kerak, kamroq uxlayman. Nilufar opa, endi bu masalada gapirish qanchalik siz uchun yaxshi yoki yomon, baribir shu savolni bergim keldi. Men bilaman, hayotingizda topganlaringizdan ham tashqari siz yo'qotgan narsalar ham ko'p bo'lgan. Yo'qotgan yaqin odamlaringiz bo'lgan. Shu haqida bilmoqchiman. Hayotda yo'qotgan narsalaringiz, siz yo'qotgan odamlar qanchalik siz irodangizni yana ham mustahkam qildi? Hayotingizdagi mana shu ba'zi bir ikkita qiyinchiliklar qanchalik sizni ayol qalbingizga qanchalik ta'sir qilib, nimalarni o'zgartirdi hayotingizda? Hayotda men bitta narsani aytaman. Dushmanimga ham ravo ko'rmayman, farzand o'g'ini ko'rmasin. Hech kim. Bu har doim shuni aytaman. Lekin ota-onaning duosini olish kerak, eng kerak. Ota-ona sir bo'lmasa nima bo'lgan? Avtoavariya bo'lgan. Avtoavariyada halok bo'lgan. Ukam ham rahmatli bo'lgan. Ukamning ham farzandlari qolgan. Shularni ruhlari vidima meni qo'llab-quvvatlasa kerak-da. Rahmat. Shularni ruhlari qo'llab-quvvatlasa kerak. Menimcha shularni ruhlarini boshida onam rahmatli aytardilar-da. Bolam o'lgan ketdan o'lib bo'lmaydi. Hayot davom etadi. O'lganda men u keyin rahmatli bo'lganda o'lgan bo'lardim derdilar. Men prokuraturada ishlayman, unda Chilonzorda edim. Prokuror mashina jo'natdilar. Opani ishga olib kelgin debdilar-da. Men unda Chilonzor tumanida prokuror o'rinbosari edim. Opani ishxonaga olib kelgin deb mashina jo'natgan ekan. Men bormayman dedim. Keyin opa aytdilar, o'lgan ketdan o'lib bo'lmaydi dedilar. O'lgan ketdan o'lib bo'lganda men u keyin rahmatli bo'lganda o'lgan bo'lardim dedilar. Keyin men aytdim, men bormayman deb o'tirdim. Keyin chiqdilar-da, ana prokuror shopiriga. Hech esimdan chiqmaydi. Siz boravering. Hozir boradi.
mani onam такой boyvoy ayol bo'lganlar-da, o'zi bekordan bekor prokuraturada hamkasblarim onamni general deb qo'yishgan. General deb chaqirishardi. Keyin men aytdim, opa dedim, men bir ho'sh tuz ko'mib kelganim yo'q, men bormayman desam, men hech narsani bilmayman. Bor, mana kirib chiqdi. Men qo'yning kelsa, mana kalt bor. O'zi haydab boradi mashinani, bor ketur tutdilar. Men rulga o'tira olmayman ona. Desam, hech narsani bilmayman, bor dedilar. Qancha iroda kerak odam ichidagi g'amni unutib yana ishga chiqib ketishga ham. Keyin endi ona aytgandan keyin majbursan-da endi. Mashinaga o'tirib bordim. Borib prokuror oldiga kirib отпускаga qo'l qo'ygan desam, menga qaradi dedi, endi u yerda ham eng yosh qotasi o'zimdim-da. Prokuror mendan kichkina edi. Opa, siz mashina ko'rib bering. Mashina ko'rib, tavba qildim deyman, men bolam endi 20sini o'tkazgandan keyin endi. Bolamdan keyin o'ylab gapiryaptim, men hozir men ham joyida emas-ku dedim. Keyin budoq qarab aytib, boshim joyida emas bo'lsa, buni nimasini ko'rar ekanman dedim. Xullas, olib kirdim deb birpas o'tirdim, nimani ko'rganim o'zim tushunmadim. Qaytib kirdim deb bo'ldi, ko'rdim deb, imzo qo'yaveringmi dedilar. Endi men ani joyida emas-ku, men aytdim, to'xtang dedim. Keling shunga men o'zim imzo cheka qolin. Endi yana prokuror noto'g'ri narsa ichida ketib qolgan bo'lsa, podstavить qilib qo'ymay, endi noto'g'ri fraza ketgan. Men hali aytayman-ku, boshing unaqa qobiqdek bo'lib qolgandan keyin yana shularni pand bo'lib qolmasin deb o'zim qo'l qo'ya qo'ydim, o'zim qo'l qo'yib berdim deb отпуска ariza yozib bersam qo'l qo'ymadilar. O'shanda shahar prokurori Ablakulov Sherzod aka edilar. Men juda shu odamni hurmat qilaman. Nimaga deganda, o'shanda meni o'zimga kelishim uchun Abduhamid Kamilov tuman prokurori edi, Ablakulov Sherzod shahar prokurori edi, meni qo'llab-quvvatlashgan. Qaysi ma'noda? Menga hamma sharoit yaratib berishgan, men o'zimga kelib olishim uchun. Lekin o'tpusga berishmagan. Balki to'g'ri bo'lgandir shu. Shunaqa bo'lsa kerak. O'sha paytda shunaqa o'tpusga berishmagan, keyin tushunib yetganman men nimaga menga o'tpusga berishmagan uchun vaqt kerak bo'lgan. Endi u paytda hali boy aytganimdek odam xafa bo'ladi, nima bo'ladi-ku. Shunaqa bo'lganman-da. Lekin shu odamlarga men rahmat deyman. Balkim o'sha paytda rahmat demagandirman, hozir fursatdan foydalanib rahmat deyman. Nimaga deganingizda, o'sha paytda shular menga haqiqatda o'tpusga bermay, hali sharoit yaratib berib, hech bir narsa esimdan chiqmaydi. Ishga qaytishda juda qiynalganman-da. Ko'proq kabinetda ishlaydigan bo'lib qolganimdan keyin o'shanda Kamilov Abduhamid aka, Hamid endi mendan kichkinalar, jinoyat ishlar bo'yicha sud raisi Ilgizar aka Sabirov hozir ham ishlayaptilar. Meni olib borganlar-da, bitta delo kasusniy bo'lib qolganda. Abduhamid olib borib meni, opa, mana shu deloda ko'rib bering deb meni aldab olib borganda mashinaga solib, hech esimdan chiqmaydi. Meni mashinaga solib aldab olib borgan. Keyin Ilgizar aka ni ham farzandlari xuddi shunaqa avtoavariyada, o'zimning qizimni sinfdoshi ham bo'lgan. Bitta o'g'illari sinfdoshi bo'lgan, bitta o'g'illari mana shunaqa avtoavariyada halok bo'lgan edi. Ular menimcha prokuror bilan gaplashib olishgan bo'lsa kerak deyman-da. Mana o'sha delo bahonada bu kazusni bitta konsilium qilamiz deb shunday olib borganlar-da, sud prosesida shunday tashlab chiqib ketganlar-da meni. Advokatlar keyin hujum qilgan menga. Men tushunmayman nima bo'layotganini, deloni. Keyin to'xtab turdim. Nima bu advokatlar menga hujum qiladi? Men birinchim tutdim, deloni beringlar, varolab chiqiydi. Shunaqa qilib o'sha deloda o'z qatnashing qilib shunaqa qilib meni ishga tortib olishgan desam ham bo'ladi. O'shanda endi aytayman, o'sha payt uchun men uchun dushmandek qaraganman, lekin shu odamlarga men rahmat deya olmaganman. Hozir rahmat, agar buni qo'ysanglar ko'rishsa rahmat deb aytardim. Men esimda o'tgan yili prezidentimiz Shota Rustavelli ko'chasidagi gastronomik ko'chalarni borib ko'rganlarida
tashrif bo'lgan, tashrif tugashi bilan men sizdan intervyu olaman deb kutib turgandim. O'shanda siz darrov esizdami yo'qmi bilmayman, telefon yordamchingiz chaqirib telefonim qani degansizda. Keyin kim bilan gaplashayotgan ekanlar dedim, qarab tursam oyingiz bilan gaplashayotgan ekansiz. O'tgan shu menimcha mazalari bo'lmaganmi? Doktor keldimi, unaqa bo'ldim deb shunaqa jon kuydirib gaplashayotgandingizda men shunaqa o'yladim. Ba'zi ayol kishi rahbar bo'lish qiyin baribir. Bu yoqda o'zi eng mas'uliyatli payt siz uchun prezident tashrifi tumanga va bu yoqda yana oyizlarning kasalliklarini eshitib juda qiyin o'ylaganman. Bir ham qiyin baribir ayol kishiga oila bilan baribir ishni har doim shunaqa balansda olib ketish deb o'ylagandim. O'shanda haqiqatda onam mazalari yo'q edi-da. Telefonni xayolim onada-da endi. Lekin bitta narsa aytaman-da. Hokim bo'lganimdan keyin yurtboshimizni ayollarni tabriklaylar-ku. Tabriklaganlarida men ham bilmayman endi. Tabrikladilar-da, keyin biz sizni sektor rahbarlari bor, sektor rahbarlari bilan kutyapmiz. Yakkasaroyda dedim-da, keyin bo'ldi boramiz dedilar. Abdulla Ne'matovich yozib oling dedilar. Endi noto'g'ridir balkim bu gapim. Keyin haqiqatda kelishdi-da, 19-mart kuni Dilbuloq mahallasiga tashrif bo'ldi. O'shanda kech keldim-da, ertalab chiqib ketayotganimda onam rahmaliga aytdim-da, ona duo qiling. Yurtboshimizga kelyaptilar. Mana men hokim bo'lganimdan keyin birinchi marta mana tashrif bo'lyapti desam, onam duo qildilar-da. Keyin bo'lsa bundoq qarab, endi ona-ku sen endi bugun podshoni ko'rasanmi dedilar-da. Mana shu nima ko'zim oldida qolganda, sen meni salomimni yetkazgin. Men duodaman har doim ularga deb mana shunaqa gapirdilar-da. Endi bu gap aytish joizmi yo'qmi? Keyin shu Dilbuloqda suv bo'yida ketayotganimizda onam podshoni ko'rasanmi deb aytdilar. Menga yurtboshimizga qarab kuldilar-da. Shunaqa duo qildim deb aytdilar desam, meni ham salomimni aytib qo'ying dedilar-da. Mana shu narsani borib onamga aytganimda siz onamni quvonchini, ko'zini tasavvur qila olmaysiz-da. Keyin o'tirib nima deydilar? Menga qara, qo'l berib so'rashdingmi? Keyin o'zim kutib olib, o'zim kuzatib oldim. Shunaqa deb aytdim-da. Keyin endi telefonda o'zichi rostini aytsam, men o'sha internetda mana shu hokim bo'lganimdan ko'proq pользоваться qildim-da. Amani onam ilgaridan pользоваться qilganda, endi unga onam bilan anaqa farzandlarim boya aytdim, farzand tarbiyasi bilan ko'proq onam bilan odamlar ko'proq shug'ullanishgan dedim. Meni o'g'lim rahmali opamlarga internetdan polni pользоваться qilishni o'rgatgan ekan. Men bilmayman, onam biladi mendan ko'proq. Shu ko'rib olgan ekanlar-da, o'shani saytlarda. Yo, men aytdimki, opa, endi ishondingizmi? Mana endi ishondim dedilar-da. Nilufar opa, Yakkasaroyda siz hokim bo'lgandan beri qilingan eng yaxshi loyiha, eng yaxshi ish nima deb o'ylaysiz? Men halicha o'zim xohlagan narsani qilib ulgurmadim deb o'ylayman. Endi ko'chalarni tartibga keltirish, u bog'chalar, maktablar bu yil mana bizda invest proyektimiz 6 ta. Men prokuror bo'lganimda 2-sektor rahbari bo'lganman. 1936-yilda qurilgan voyenkomat bo'lgan. Fundamenti ham yo'q. Dekabr oyida yurtboshimiz bilan uchrashganda men hayajonlanganman-da endi. Qog'ozga qaramasdan gapning nima deyishni bilmasdan shu gapni gapirib qo'ygan ekanman-da. Voyenkomat quryapmiz degan. Meni orzuyim edi deganman-da. Haqiqatda meni orzuyim bo'lgan. Siz tasavvur qiling-da, 36-yilda qurilgan 5 fundament voyenkomatni qurdik-da. Mana bunda demak 99-sonli qarorga kiritildi bu obyektlar. Ko'p obyektlarni men o'sha prokuror paytimda og'riqli nuqtalarni kirgizdirgan ekanman-da endi. Hali o'zini sektorda yurgan endi, ilgari sektor bo'lganiga. Keyin shu anaqada voyenkomat qurildi. Men shuni mashitimda qolganda qura oldik-da, aytmoqchiman, qurilib, topshirib, ishga topshirib ishlayapti.
bunga yurtboshimizga katta rahmat, shunaqa imkoniyat yaratib berganlarga va Toshkent shahar hokimi Shavkat Bo'ronich bu yo'nalishda meni juda qo'llab-quvvatladilar. Yordam berdilar, o'sha sharoit yaratib berdilar. Keyin men yana aytmoqchimanki, Bo'rijar kanalini obod bo'lishida har doim endi ikkinchi sektordan ko'proq suv oqib o'tar edi. Men shundan qo'rqardim-da, jarlaydi, bitta ham tasanab ketmasin deb shundan cho'chirdim. Rostini aytaman. Hozir mana Seul, men prokuror bo'lib kelganimda ham mana Seul bor-ku, o'sha hozir 24/7 ishlab turibdi desam juda chiroyli joy bo'lgan. Juda chiroyli joy bo'lgan. O'sha ham shunaqa suv bo'yi juda abgor holatdagi joy edi. Mana qanday obod bo'ldi. Mana hozir endi Cho'ponota tarafdan tushib o'sha yerda yana davom etyapmiz. O'sha Seulmunni davomi bo'ladi. To'g'ri, men qanchadir endi peshanaga yozgani, qanchadir ishlasam, lekin Xudo xolasa deb aytaman. Endi sizga yakkasaroyliklarning savollarini o'qib beraman. Qo'rqinchli savol bo'lsa, Yo'q, masalan bittasi mana endi buni qanchalik to'g'ri, bu boya aytib bo'ldim. Aslida necha yoshsiz? Juda ham yosh ko'rinasiz deb yozishibdi. Buni so'ramayman. Pensiya yoshimdaman. Kuniga necha soat uxlashlarini so'rang deb yozishibdi. 2-3 soat. 2-3 soat. Go'zalligingiz siri nimada? Voy, men boya aytdim. Ota-onam juda ham chiroyli kelishgan inson Sportdan bo'lishgan. shug'ullanasizmi? Oldin shug'ullanardim. Hozir vaqtim yetmaydi, lekin agar piyoda yurishim Hisobga bu ham bir kirsa, hisobga kirsa, shu bir kunda 10 mingdan ko'proq, 10 ming, 15 ming qadam yurib qo'yaman. qaysi sport bilan shug'ullangansiz? Kurash. Zo'r. Qoyil. Как вы сохранили такую фигуру deb yozishibdi. Man boya aytdim-ku, эта фигура, наверное, это как-то генетически перешло. Родители были статными. Xo'p, yana, bunisi sal jiddiyroq savol ekan. Tumanda samokatlar parkovkasini tartibga solish rejalashtirilyaptimi? Bobur ko'chasi va Nukus ko'chasida. To'g'ri savol bo'pti. Ichki ishlar bilan hamkorlikda ishlayapmiz. Aynan mana shu Pushkin bog'ida samokatlardan foydalanadi. Pushkin bog'ida ko'proq domda yashaydiganlar, ko'p qavatli uylarda yashaydiganlar bolasi bilan chiqadi, kolyaskasini bolasini qo'yib yuboradi. Shuni qo'rqib turaman-da. Bilmay, bolada endi baribir urib yubormasin deb. Shuni ustida ishlayapmiz ichki ishlar bilan. Endi blitz savollariga o'tamiz. Bunisi faqat ayollarga xos mavzularda bo'ladi. Ishdan tashqari. Faqat tez va o'ylamasdan xayolingizga birinchi kelgan fikrni aytsangiz bo'ldi. Harakat qilaman. Qovunchirib qo'ymasam bo'ldi ish qilib. Tirnog'ingizni bitta ko'rsam maylimi? Mana. Как раз shu bo'yicha so'ramoqchi edim. Yorqin manikyur yaxshi ko'rasizmi yoki nude? Yo'q. Nude menimcha. Hozir ko'rdim. Eng ko'p qaysi firmadan kosmetika ishlatasiz? To'g'ri kelgan firmani olaman. Tanlamaysiz. Rostini aytaymi? Podarka qilishgan ishlar. Tushunarli. Sevimli atringiz? Uni ham podarka qilishgan sepib ketaveraman. Tanlamayman, yo'q. Sochingizni o'zingiz qilasizmi yoki O'zim salonda qilaman. qilasizmi? Har doim. Har doim. Zo'r. Poshnali tuflimi yoki krossovka? Men oldin постоянно poshnali tuflida yurardim, lekin hozir ko'proq stroykalarda yurganim hisobiga krossovkaga o'tib oldim. Lekin o'tbotga borish kerak bo'lsa, poshnali tufli kiyaman. Qaysi biri ko'proq yoqadi qalbingizga, ko'nglingizga? O'zimga qulay. Zo'r. Katta sumkalar tutish yaxshi ko'rasizmi yoki kichkina qulay ixchamini? Endi ishga kelayotganda katta sumka bilan kelib olaman, chunki ichida hamma narsalarim bor. Ani bo'yanadigan, chochimni ham qilib oladigan hammasi. Lekin yugurib ko'chaga chiqib ketadigan bo'lsam, kashel o'ynab olaman. Endi u yerda sotki pulim bor deganda, telefonim, ochkiyim bor. Dorilarim bor kashelokda. Makiyaj qilganingizda nima eng ko'p vaqtingizni oladi? Mana shu ko'zimni bo'yashga rosa qiynalaman. Prokuror paytimda uncha bo'yamagan ekanman-da, hozir hokim bo'lib endi men bu постоянно kamerada bo'lganiga bo'yashga majbur bo'lyapman. Tadbirga borishdan oldin, oyna oldida qancha vaqt sarflaysiz? Yarim soat. Doim yoningizda yuradigan kosmetika vositasi?
o'sha aytyapman kim nima podarka qilsa o'sha Yo, ishlatayotganini masalan, sovolaman. atir nima pudra bo'ladimi? Yo'q, Har doim yoningizda yuradiyani. Rostini Asosiy. aytsam bir kunda bir marta bo'yanaman. Aha. Agar nobodda o't-bo'tda bir qanaqadir yig'ilishga особо anaqa bo'lsa, o'shanda ozgina подправить qilib chiqib ketishim mumkin. Ata kabinetga bormayman-da. Kabinetga ketishga kiraman. U bechora kosmetika men bilan borib, men bilan qaytib keladi. Onlayn xaridmi yoki bozorga borish yaxshi ko'rasizmi? Yo'q. Bozordan o'zim qo'lim bilan ushlab ko'rib olish yaxshi ko'raman. Oxirgi o'zingizga sotib olgan narsa. Krossovka. Sovg'a olish yaxshi ko'rasizmi yoki sovg'a berishni? Sovg'a olish yaxshi, berishni yaxshi ko'raman. Bitta narsa aytaman, ba'zan bitta xodimimiz bor. Aytish joizmi yo'qmi? Opa nimaga nuqul narsa olasiz deydi. Olaman podarka beraman. Qorbobo oyligingiz turaveradi sizni deyveradi. Qorbobo bo'lmay tura qoling deydi. Mana yaqinda nima bunaqa vositsam obodonlashtirish xodimlariga o'zim tanladim-da. Endi bitta narsada podarkani ham tanlaganingizda ro'zg'orbob narsa tanlashga harakat qilasiz. Shular duo qildi-da, ishonasizmi? Ularning quvonchini ko'rsangiz, aytaman, siz to'lqinlanib ketasiz-da. Mana qayerdan motivatsiya oladi odam. Zo'r. Mehmonlarni uyda kutasizmi yoki restoranda? Uyda. Men hech qachon restoranda odam kutmaganman. Qaysi ovqatni pishirishni yaxshi ko'rasiz? Hamma ovqatni bitta narsani hozir yana esimga tushdi. Adam rahmatli qo'l yetardilar. Nilufar ovqat pishirganda parishtalar qanotini bosib ketadi. Первый, второй, третий qilmaguncha anaqa qilmayman. Demak, qo'lingiz juda ham shirin. Yaxshi ko'raman. Ovqat pishirganimda rostini aytaman, balkim boshqalar unaqa emasdir, men qanaqadir dam olaman. Mehmonga borishni yaxshi ko'rasizmi yoki mehmon kutishni? Kutishi. Tanqid eshitganda qabul qilasizmi yoki himoyalanasizmi? Boya aytdim-ku, nuqul pressamga aytaman-da, nima negativ yozishibdi. Negativdan o'zimga biror narsa olishga harakat qilaman. Yig'lashdan uyalasizmi? Ko'pchilikning oldida. Ko'pchilikning oldida yig'lamaslikka harakat qilaman, lekin o'zi rostini aytsam, yig'lab ko'z yoshlarim ham qolmagan. Menimcha Orol dengizi to'lib ketardi. Farzand dog'i ukaniki, ota-onaniki, menimcha Orol dengizi to'lgan bo'lar edi. Kechirim so'rashingiz kimdandir osonmi yoki qiyinmi? Men har doim odamzoddan, любой odamdan uzr so'rayman. Keyin boya aytdim sizga, har bitta tadbirdan keyin ham oddiy fuqaroni murojaatidan ham rozi bo'ling deyman-da. Bu rozilik so'rash o'zi ham bir kechirim so'rash nimasi bo'lsa kerak. Lekin men kechirim so'rasam uyalmayman. Men nohaqmanmi? Haqmanmi? Kechirim so'rayman. Mana nimaga ayol rahbarlar kerak bizga? Anaqa aytadi, egilgan boshni qilish kesmaydi deydi. To'g'ri. O'zingizni qaysi fazilatingizdan faxrlanasiz? Faxrlanadigan fazilatim menimcha yo'q. Qaysi kamchiligingizni bilasiz, lekin hali o'zgartirmagansiz? Kamchiligim. Yoki harakat qilyapsiz o'zgartirishga? Kamchiligingiz. Kamchiligim qattiqqo'lligim bo'lsa kerak. Siz uchun eng yaxshi sovg'a? Men uchun eng yaxshi sovg'a. Men uchun eng yaxshi sovg'a duo. Rahmat Nilufar opa, juda ham qiziqarli, samimiy suhbat bo'ldi. Bugun Sinchalik podkastda Yakkasaroy tumani hokimini rahbar sifatida emas, balki shunchaki ko'ngli ochiq, mehribon ayol sifatida kashf qildik. Agar sizga podkast yoqqan bo'lsa, dugonalaringizga ham tavsiya qiling, kommentlarda yana gaplashamiz. Ko'rishguncha xayr. Nilufar opa, rahmat. Sizga juda qiziqarli bo'ldi. Bolalarga ham katta rahmat.